Tayland kishilik huquq faoliyatchilari davlatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligini tanqidlagan. Tayland tayyorlari 40 nafar Uyg'urning o'z ixtiyorligi bilan qaytib ketishga qo'shilganligini va Xitoy hukumatining ularning bexatarligiga kafolatlik berganligini aytgan bo'lsa-mu, Tayland kishilik huquq faoliyatchilari bu Uyg'urlarning majburiy qaytarilganligini ilgari surib, Tayland hukumatini tanqid qilgan. Erkin Asiya radiosi inglizcha bo'limining 4-martdagi xabariga asoslanganda, Taylanddagi Xalqni kuchlantirish fondining mudiri Chalida Tacharoinsuk Tayland parlamentida Uyg'urlar to'g'riliq ochilgan yig'inda so'z qilgan. U Taylandning bu harakati bilan Xitoy tarafidan kontrol qilinadigan davlatga o'xshab qolganligini, shunga BDTning Taylanddagi kishilik huquq kengashidan chiqarib o'tilishi kerakligini bildirgan. Shundaqla Tayland 2 qatim Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berdi. Yetarlik nomussizlik bo'ldi. Biz Uyg'urlarning 3-chi qatim Xitoyga o'tkazib berilmasligini umid qilamiz degan. Tayland hukumatining 27 fevral kuni xalqaraning qattiq qarshiliklariga qaramay 40 nafar Uyg'urni Xitoyga maxfiy qaytarib berishi muajiratdagi Uyg'urlar kishilik huquq tashkilotlari, shundaqla Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya va Fransiya qatorliq demokratik davlatlarning kuchli noroziligi ham ayblashiga uchragan edi.